Dala o'rtasida bir uycha terimoq turgan ekan. U past ham emas, baland ham emas ekan. Bir kuni shu yerdan sichqoncha o'tib ketayotib, uychani ko'rib qolibdi. Eshikni taqillatib, "Terimoqda kim yashaydi? Kim u yerda bor?" deb so'rabdi. Hech kim javob bermabdi. Sichqoncha uyga kirib yashay boshlabdi. Keyin qurbaqa kelibdi. Yugurib o'tib ketayotganda terimoq ko'p qopdi. Taqillatib u ham "Kva, kim bu yerda yashayapti?" "Men sichqonchaman, sen kimsan?" "Men baqachaman, kel birga yashaymiz", debdi sichqoncha. Ular endi 2 kishi bo'lib yashay boshlashibdi. Shu payt quyoncha kelib qolibdi. Yugurib kelibdi u ham. "Kim bu yerda yashayapti?" "Biz sichqoncha va baqacha. Sen kimsan?" "Men quyonchaman." "Unda biz bilan yasha", deyishibdi. Ular 3 kishi bo'lishibdi. Ahil inoqchilikda yashashni boshlashibdi. So'ng tulkixon kelibdi. Yurib kelib taqillatibdi. "Terimda kimlar bor?" "Sichqoncha, baqacha va quyoncha. Sen kimsan?" "Men tulkixonman." Uni ham ichkariga taklif qilishibdi. 4 ta bo'lib quvnoq yashay boshlashibdi. Keyin bo'rivoy kelibdi. U ham terimoqni ko'rib ajablanib eshikni taqillatibdi. "Kim bu yerda yashaydi?" "Biz sichqoncha, baqacha, quyoncha va tulkixon. Senchi?" "Men bo'rivoyman. Meni ham o'zingizlar bilan bir ruxsat beringlar." Bo'rivoy ham uyga kiribdi. 5 ta boshlashibdi shunda. Oxirida ayiq polvon kelib qolibdi. U uyga qarasa, hamma maza qilib yashayotgan ekan. "Kim bu yerda yashayapti?" deb baqiribdi ayiq. Hamma o'zining ismini aytibdi va "Sen kimsan? Kel biz bilan yasha", deyishibdi. Ayiq ichkariga kirishga harakat qilibdi, lekin umuman sig'mabdi. "Men tomda yashay qolaman", debdi u. Ayiq tomga chiqishi bilan qars etib uy buzilib ketibdi. Hamma hayvonlar qochib chiqishibdi. Xayriyatki hech kimga zarar yetmabdi. Keyin ular hammalari birgalashib avvalgisidan ham chiroyliroq va kattaroq yangi terimoq qurishibdi. Hammalari sig'ib, ahil inoq yashay boshlashibdi.